Birodarlar, bu quyoncham hozir 20 kunlik bo'ldi. Uyasini olib, mana bu ko'm-ko'k o'tdan solib, deb yotavermasdan onalaringni emib, urganinglar ovqatga degan maqsadda chiqarib, uyasini ko'tarib olib qo'ydimda, o'zlarini o't solib qo'yverdim birinchi. Endi bular hali ovqat yeyishni ham bilmaydi-yu. Bugun mana ko'k o'tdan yer urganatda shunaqa qilib onasini tagigacha yemadi bular. Bugun 2026-yil 8-mart. Ayollar bayrami ekan. Ona quyon maza qilsin deb o'tdan shisha o'rib kelib, ariqni bo'ylaridan o'rdim. Tashlab qo'ydim, mana bolalari ham urgansin deb. 20ta quyoncham. Bular jami 10 dona. Bu quyonim, ona quyonimni 3-tug'ishi. Oldin 5 ta tuqqan edi, keyin 7 ta tug'di. Bu safar 10 ta tug'di. Mana bu quyonlar, bu quyonim 2-tug'ishi 6 ta tuqqan. Bular 1,5 oylik bo'lib qoldi. Bular ovqatni bemalol yeyapti. Endi qish bo'lganligi uchun, havo sovuq bo'lganligi uchun anaqa uyasi doim turadi. Endi hop, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Ma'lumot uchun, qiziqqanlar uchun. Ammo quyon olaman degan odamlar bo'lsa, quyonlarni sotaveraman ham. Bolasidan olishadimi? Ixtiyor. Salomat bo'linglar. Telefon nomerim 91 353 93 93. Telefon qilaverasizlar, birodarlar.